Bolalarga baxtsiz ona kerak emas. Men buni doim aytaman va aytaveraman. Meni ming yomonlang, ming noto'g'ri fikrlayapti deng, bu sizning haqqingiz. Lekin men shunday o'ylayman. Bolaga siz o'rgatasiz aslida qanday baxtli bo'lishni. Va tasavvur qiling, agar siz o'zingizdan voz kechib bolangiz uchun yashasangiz, ertaga bolalaringiz ham o'zidan voz kechib bolasi uchun yashasa, ularning bolasi ham o'zidan voz kechib bolasi uchun yashasa, demak biz yashamayapmiz. O'zingdan voz kech, lekin bolang azob chekmasin. Sen lutchi o'zingni o'ylama, lekin bolang deyapmiz. Lekin bolaga aslida kim kerak? Baxtli, ko'zi yonib turgan, hayotdan zavq oladigan, hamma narsada o'ziga maqsad qo'yib shu maqsadga erishadigan ona va ota kerak. Va qachon biz bolaga bolam bunday bo'l, bolam unday bo'l deganini sizni bolangiz eshitmaydi. Sizning bolangiz sizni ko'rib, sizga qarab o'rganadi. Siz qanday yashayapsiz? Siz hozir jertva bo'lsangiz, siz hozir o'zingizdan jabrdiydani yasayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon hayotingizga nuqta qo'ygan bo'lsangiz, bilingki bolangiz ham aynan sizdan xuddi shu narsani o'rganyapti.